Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yili 12 ayning 2 kuni payshanba. Bugun men Tafakkurning tamcha sahifasida izchillik haqida, haftada bir shaxs sahifasida Bengallik 2006 yili Nobel tinchlik mukofotiga erishgan iqtisodshunos Muhammad Yunus apandi haqida hamda Uyg'ur mikroegilik taraqqiyot turi haqida va undan keyin dunyoninki siyosiy iqtisodiy vaziyati haqida va o'zimiz haqida qisqacha to'xtalish bilan so'zimni oxirlashtiraman. Tafakkurning tamcha sahifasida izchillik. Gap so'zlarida izchillikni saqlab kelgan odam samimiy odam. Ish harakatida izchillikni ifodalab kelgan odam prinsipli odam. O'ginishda izchillikni saqlay olgan odam ilmga mo'l odam. Do'stlikda izchillikni saqlay olgan odam haqiqiy do'st. Muhabbatda izchillikni saqlay olgan odam haqiqiy söýüşke arziydigan odam. Ya'ni ish qilgan vaqtda izchil bo'la olgan odamlar muayyan natijaga erishadi. Bu bizning tilimizda izchillikni zag'ri tilda budishqoqlik deb atab qo'ydi. Xo'sh. Endi men sizlarga haftada bir shaxs sahifasida Muhammad Yunus ismli Bengallik bir iqtisodshunos kishini. Bu kishi bu yil 80 yoshlarga kirdi. Ya'ni 1940 yil tug'ilgan, 2006 yili Norvegiya Nobel komiteti Nobel tinchlik mukofotini bu kishiga bergan. Bu iqtisodshunos kishi iqtisod fanlari bo'yicha Nobel mukofotiga erishmay qandaqsiga Nobel tinchlik mukofotiga erishdi deb o'ylab qolishingiz mumkin ba'zi qarindoshlar. Muhammad Yunus ya'ni Bangladeshdagi Bengal davlatidan kelib yosh vaqtida Amerikadagi Tennessee shtatidagi Vanderbilt degan universitetda iqtisod fanlari bo'yicha doktorlikka erishgan. Davlatga qaytib borgandan keyin, ya'ni Pokistondan ayrilib mustaqil bo'lgandan keyin Bengal davlati qaytib borgandan keyin u yerda hukumatning iqtisodiy planlash o'rinlarida ishlagan, keyin oliy maktabdan keyin iqtisod professori bo'lgan gap. Ammo bu kishi yoshligida Bengalning yezilariga berib, nurg'unlagan namratlikni ko'rgan gap. İnsan bo'lgandan keyin o'zining qavmi, o'zining odamlar bo'lgandan keyin o'zining qavmi emas, har qanday bir insonning hayoti shu qadar bechorlikka tushgan vaqtda insonda bir xil mehr shafqat tuyg'usi bo'lishi kerak, u normal insonda. Yovuzlarda bu bo'lmaydi. Yovuz shaxsiyatchi kishilarda bu xil pak tuyg'u bo'lmaydi. Ammo bu kishida bo'lgani uchun, ya'ni e'tiqodli bir shaxs bo'lgani uchun shu kishilarga yeziladigan namrat kishilarga yordam qilishni o'ylagan gap. Qanday o'ylagan gap degan vaqtda, men mushularga ozroq pul bersam, bu pulni bular har xil narsalarga ishlatib ko'paysa. Ya'ni namrat kishilarning banki ular birinchisi savodsiz. Ikkinchisi ularning iqtisodiy asosi yo'q. Shuning uchun u dunyodagi ishlarni, jamiyatga ishlardan bexabar. Shunga bularningki ashu xil, ya'ni uchur jihatga namratlik, bilim jihatga namratlik va mush-sababdan kelib chiqqan pul muomala jihatdagi namratligi bularning umumyuzlik ijtimoiy iqtisodiy jihatdagi namratlikni keltirib chiqargan ekan. Shuning uchun men bularga azroq summadagi pulni bersam, bular bu pulni ishlatib o'simsiz dirni qaytarib bersa, ma'lum mazgildan keyin bularning turmush yaxshi bo'lib qolar degan umid bilan bu kishi ash usulni qo'llangan gap. Ya'ni mikrolik kredit usulini qo'llangan gap. Bir odamga $100 berib, bir ayolga siz mekallarni setib olib, uni cho'jlarni setib olib, uni cho'ng qilib, mekan qilib, uni tuxum to'g'dirib, tuxumini setib, yoki bo'lmasa siz $100 ishlatib, bu 60-yillardagi gaplar. Ma'vo jip junglarni elib, undan jip egirib setib, turmushingizni yaxshi qilib oling, undan keyin pulni ma'lum vaqtdan keyin qaytarib bering, o'simsiz degan mushu idea bilan ishni boshlagan gap. Natijada nima bo'lgan gap deganda, bu ishning unumi bo'lgan gap. Ya'ni kishilarga ishinib, ya'ni jamiyatning eng to'van ijtimoiy iqtisodiy qatlamida namratlikning dastida yashayotgan ashu xalqqa, emgakchi xalqqa bu kishi ma'lum kishilarga o'zining kimish programmasiga qiziqqan kishilarga pul bergan gap. Andan bular shu pulni ishlatib, chunki bular bankiga borsa olmaydi. Bankiga borsa qarz berolmaydi. Bank qarz bermaydi ularga. Nimishqa? Bankiga borsa qarz olaman desa,
Mesela öyle üçünmü siz müşahede bankaga verip qarz alaman deseniz, sizningki kirim manbasingizni tekshiraydi. Sizning muqim kiriming bormi, qanchalik maosh olsa, chiqiming qanchalik, yoki bo'lmasa sizning kredit tarixing qanchalik, ya'ni kishilar bilan emas, banklar bilan bo'lgan o'sha ilm berim munosabatida qanchalik gapingni tutding deganga qaraydi. Endi u kishilar aslida namrat. Shu banklarga borsa, bankada bular görevga qo'ydigan hech qanday narsa yo'q, mol mulk yo'q. Shuni qarz olamaydi degan gap. Qarz olamagandan keyin bularning turmushda bir tal yaxshilish bo'lmay chekinayvergan gap. Ammo dal shu vaqtda bu kishi kichik shu $100 degan shu chaqlarda jiq pul, shu pulni berib, qarz berib, siz o'zingizning turmushini yaxshi qilib olganni qaytarib bersangiz bo'ladi deb mush ishni boshlagan gap. Mana shu tajribaningki muvaffaqiyatining ta'sirida bu keyin bir model bo'lib, bu kengayib, andan keyin bu kishi Grameen Bankasi degan bir banklarni qurib, Bengal jamiyatida yezi qishloqlarda shunday odamlarga ham shu ig'lik tiklayman, o'zimning turmushini yaxshi qilman degan kishilarga shu pulni mikrokreditni bergan gap. Natijada nurg'un odamlarning turmushida yaxshilanish bo'lgan gap. Demak, bu odam ikki dunyolik uchun nihoyat yaxshi ish qildi degan gap. Ya'ni turmushni yaxshi qila olmayotgan, namratlikning dastida ezilayotgan, namratlikmi bir zulm. Shu kishilarga mana shunday yordam qilgan gap. Namratlikning barbara yo'qolishi bilan odamlarning sifatidimi ko'rinarli o'zgarish bo'ladigan gap. Nimishqa? Chunki qo'saq beqishning g'emidan qutulgan odamlarda tafakkur qilish bo'ladi, olg'a intilish bo'ladi. U kallasining vaqtning bir qismini, kallasini o'zini yuksaltirib ishlatadi. Maktabda o'qiydi, jamiyatningki har qaysi qatlamlarga kirishga intiladi degan gap. Mana mushundaq bo'lganlikdan, mana mushundaq bir to'h bilan natijalarni qo'lga keltirganlikdan bu odam Norvegiya Nobel mukofoti 2006-yili bu kishiga dunyoning tinchligiga qo'shgan to'pisi uchun Nobel tinchlik mukofotini bu kishi va u qurgan Grameen bankasiga bergan gap. Endi men nimishqa buni so'zlab qoldim degan vaqtda, har qaysi jamiyatlarda namratlikning sabablari asosan o'xshib ketadi. Qaysi bir kishiningki baxtlik oilalarningki hikoyasi har xil bo'lgani bilan baxtsiz oilaning, tragediyalik oilaning hikoyasi bir xil degan so'zga o'xshash, bu namratlikning sabablaridan har qaysi jamiyatlarda ashunday bir necha nuqtaga yig'inchoqlash qiladi. Ya'ni ma'rif jihatda namrat bilim olmagan, oilasidan, ya'ni ota-bobosidan tatib shunday bir namrat qilib qolgan, har xil fursatlarga erishamagan, sog'lomlik jihatda namrat, uy turalg'i jihatda namrat, ananikin ijtimoiy tanlashlari yo'q bo'lganlikdan yoki jamiyatning har qaysi qatlamida qatnashaolganlikdan, siyosiy jihatda, huquq jihatda namrat qolganlikdan odamlarning turmushida yaxshilish bo'lmaydi. Namratlik shu kishilar yashayotgan jamiyatda ikki tupqa bo'linishni keltirib chiqardi. Agar bu bak cho'yib ketsa, nima bo'ldi desa, jamiyatningki butun qurilmasini ham buzib tashlaydi. Ya'ni men 1970-yillarda bir Fransiyaning bir faylasufning buni so'zini 1994-yil o'dayman, o'rimchilik chig'imda bir Reader's Digest degan kitobdan ko'rganda shunday bir gapni qilib degandik. Davlatlar, jamiyatlar namrat bo'lganligidan yemirilib ketmaydi, balki boy kambag'allik farqining, tengsizlikning haddidan ziyoda normadan ishib ketganligidan yemirildi, parchaqlanib tashlandi degan shu gapini men shu chaqda ko'rgandim. Ma'lum ma'noda aytgan vaqtda buning asosi bor. Namratlikdan darhol yemirilib ketmagan bilan, ammo namratlik xuddi timim suvga o'xshash tamchilab jamiyatning har qaysi qatlamiga buningki ko'lami zo'rayib, buning ahvoli ig'irlashib ketsa, oxirida shu nima gapirdi? Tengsizlik gapirdi. Tengsizlik bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Jamiyatlarda bo'linish bo'ladi, qarshilik bo'ladi, to'qinish bo'ladi. Shunga shunday bo'lganlikdan Muhammad Yunus apandininki bu qo'shgan to'pisi uchun Nobel komiteti, mukofotlash komiteti Nobel tinchlik mukofotini bu kishiga bergan gap. Ya'ni jamiyatlarda Bengal emas, ya'ni bu kishining tajribasi boshqa davlatlarga kengaygan gap. Mikrokredit bu usuli boshqa davlatlarga kengaygan gap. Shunga bu kishiningki bu to'pisi uchun Nobel tinchlik mukofotini bergan gap. Ya'ni namratlikni
tugutish, azaytish yoki yo'q qilish orqali jamiyatlarning, dunyoning tinchligiga to'yib qo'shdi deb. Ya'ni namratlikdan qutulayotgan davlatlarda to'qinish, so'kilish az bo'ladi degan gap. Ya'ni ijtimoiy to'qinish va siyosiy so'kilish az bo'ladi degan gap. Shunga ko'pchilikni buni bilib qolsin dedim. Endi bugun men baylam The New Arab degan, ya'ni yangi Arab gazetida bir xabar ko'rdim. İstanbulning ko'chalarida tilab, tamtilab, sargardonlikda yashab turgan bir necha yuz Uyg'ur farzandimizning hikoyasini debdi, bir xil uni o'qib ko'nglim nihoyat g'ash bo'ldi. Ota-onasidan ayrilib qolgan, ota-onasi vatanda, Xitoyning lagerlarida bu yerga kichik chiqib qolgan, yoki tashlanib qolgan bolalar. Bu bolalarningki 14 yosh bilan 25 yoshlar atrofidagi bolalar ekan, biroz bor bu bolalar. Bularning ichida ba'zilari ig'ichoqsiz bo'lganlikdan sargardonchilik hayotda, bechorlik hayotda, ba'zi eski niyatli odamlarga har qanday yaxshi jamiyatdami eski odamlar bo'ladi degan gap. Shaytonlar bo'ladi. Bularga oldinib, ularning eksploatatsiyaga uchrayotgan shunday bir ahvolni hezibdi. Ham bularning ichida ba'zilarining Abdusami ismli bir balani naiti hikoyasini debdi, ta'sirlik bu balami shu xil ahvolga kelib qolgan ekan, ammo o'zini qutqizilib, o'qib, hozir doktorlikni olib, shu Uyg'urlarningki shu kichik 13 yoshlik bolalarga yordam qilishga o'tibdi. Bu inimizningki ham shu bizning farzandlarimizning ahvoliga aytdi. Ichindim, ammo inimizningki jasoratli harakatidan so'yindim. Demak, xalq bizning hammamiz qayerda bo'lsak, shunda kishilarimizga yordam qiladigan bir ishlarni qilganimiz yaxshi. Bu nurg'unlagan nazariyalardan, dabdablik so'zlardan bir kichikkina amaliyotningki hamon ustun turadiganligiga, ya'ni bir isbot. Ya'ni bu shunday ishlarni qilayotgan qarindoshlarga Alloh rahmat qilsin. Inimiz o'zim shu kunlarni ko'chirib, ba'zilar shu farzandlarimizning ichida ba'zilar zararli chekimlarga o'ginib qolgan ahvollar bor ekan. Keyin aqlini tepib doktorlik o'qishga kiribdi. Muborak bo'lsin bu enimizningki bu tirishchanligiga men tirishchanlikdan xush bo'ldim. Shuning bilan birlikda bizningki farzandlarimizning ahvoli haqiqatan yuragimni azdi. Endi ezish bilan, g'ashlik bilan ish bitmaydi. Masalani bayqash bir gap, masalani o'ngshash, tuzash bu nihoyat muhim gap, bir amaliy ish qilish nihoyat muhim gap. Xo'sh, endi men gapni Uyg'ur mikroegalik taraqqiyot turiga elib boraman. Mikroegalik taraqqiyot turi haqida men o'tgan qitimda bir hafta burun bir uchurlarni bergandim. Bu haqda yana qisqacha tanishtirib o'tay. Buningdan butun maqsad egalik tiklash ideyasidagi qarindoshlarimizga, ya'ni ish qilib baqqan, ish qilayotgan, ammo uni zo'raytiman davatgan va ish qilaylichu, bir tijorat qilaylichu davatgan, ammo nima qilishni bilmayotgan yoki bo'lmasa mablag'i yo'q qarindoshlarga nisbatan aytmoqda bir fursat. Ya'ni bizning maqsadimiz mana shunday topdan tamchi orqali yig'ilgan pullarni grant shaklida, ya'ni mablag' qilib o'simsiz berish orqali qarindoshlarimizga, Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimizninki, egalik tiklash ideyasiga qarindoshlarimizninki ahvolini yaxshilanishiga, zo'rayishiga yordam qilish. Mana shu qarindoshlarimiz ana shunday ishlar yaxshi bo'lsa, ishimizga ashunday Istanbulning ko'chalarida sargardonlikda yashayotgan o'g'il qizlarimizni yeniga tatib, makufkam, maksinglim, makbalam deb tatib, ularga bir hayotlikda chiqish yo'li berdi. Ham ularga bir aqidachiliq, adadachilik, insonchilik, uyg'urlik muhabbatini yetkazdi deb ishimiz. Shunga biz qarindoshlarning, shu so'zni anglayotgan qarindoshlarningki bir kichkina bo'lsin bir amaliy ishni qilib, xalq bizning, farzandlar bizning deb chin hissiyat bilan, muhabbati bilan bir ko'ngil bo'lishini ishlarga men haqiqatan iltijo qilaman. Ham shundaqli yana qarindoshlarning shu turga qatnashishni birinchi qitimda erishamasa, ikkinchi qitimda erishadiganga ishonishni, ikkinchi qitimda erishamasa yana to'xtamay budishqaqlik bilan, izchillik bilan iltimos qilishini, bizning bularni bu qarindoshlarimizni, bizga umid bog'lagan qarindoshlarni yarim yo'l qo'ymaydiganligimiz, ularga amolimizning barcha vaqtimiz, zehnimiz va kuchimizning barcha yordam qilganligimizni, ya'ni o'zimizning kuchiga tayinib turib, o'zimizning halol amgigi bilan faxrlik holda yashab, qadr qimmatimizni tiklab,
Şunun bilan qanmay yana oilamizni beqib, atrofidagilarimizga bir nur va issiqlik taqtish mümkünçiligiga erishadiganligimizni qarindoshlarga deb qo'ymoqchi. Bu yerda biz yosh cheklimiz yo'q, jins cheklimiz yo'q. Biz bularni xonim qizlarimizniki ko'proq shu programmaga ham iltimos qilishni, qatnashishni umid qilamiz. Bu programma 1 yillik emas, bu uzun muddatlik. Şuna qarindoshlarga yana bu shaxtda bir chaqir xarakterlik yoki tashviqot xarakterlik bu mazmunlarni degim keldi. Xo'sh. Endi dunyoning vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, COVID-19 degan bu kasalning omikron nusxasi paydo bo'ldi Janubiy Afrikada bayqaldi o'tgan hafta. Bu butun dunyoning iqtisodiga, paychiga bozorga shiddatli ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni nurg'un davlatlar ishni taqashga to'g'ri kelyotdi. Nurg'un davlatlar nima qilishni bilmayotdi degandek. Biz 1-2 yilning ichidan bu ishlar vabo tugaydi, dunyo ichilib ketadi deb o'ylagan, kutilmaganda bu omikron degan bu COVID-19 degan COVID-19 degan bu kasalning yana bir nusxasi taraldi. Endi bundan keyin dunyoning makrolik iqtisodiy ahvoli qanday bo'ladi? Ta'minlash zanjirida yana uzilish eg'ilishib ketgandek turadi. Shuning bilan birlikda yana talab jihatini aytgan vaqtda talabmi agar davlatlar makrolik kengayma pul siyosatini qo'llanmaydigan bo'lsa, ya'ni o'tgangidek 1.19 trillion Amerika hukumati 1.19 trillion shu vabo tufaylidan kishilar pul taqadigan, ashuna pulni taqatmaydigan ishlar qolsa, talabmi qisqarib ketadi. Bu iqtisodning chekinishini keltirib chiqildi. Chunki kishilarning qo'lida setvilish kuch bo'lmasa, u to'g'rilarga, mulozimatlarga bo'lgan talab bo'lmasa, iqtisod chekin degan gap. Iqtisodning ishi talabning ishidan kelib chiqadigan gap. Ya'ni talabning ishi muayyan setish kuchining kaynida qo'llaydigan setish kuchining bo'lganligidan bo'ladigan gap. Ya'ni men iqtisodda ehtiyoj bilan talabning farqini o'tgan tushuntirib qo'ydim. Bu vaqtda qayta to'xtalmayman. Demak, bu omikron degan bu yer shari xarakterlik bu vaboninki iqtisod dunyo iqtisodiga ko'rsatgan ta'siri oldimizda ifolandi, aniq ifolandi. Hozir bu faqat kishilarni bir xil tashvishga solib qo'ydim. Endi o'zimizga kelsak, bugun Boston yer shari gazetida bir obzorchi maqolasi e'lon qilibdi. Brian Alexander ismli bir kishi yozibdi. Ya'ni butun shu Olimpik Beijingda 2-oyda o'tkaziladigan, kelarki 2-oyda o'tkaziladigan qishliq Olimpik yig'inga boradigan tanarkachilarni Olimpik yig'inni boykot qilish haqida bir obzorchi maqola yozibdi. Debdiki, Uyg'urlarga nisbatan shunday irqiy qirg'inchilik o'tkazgan, kishilik huquqini dafsanda qilayotgan bir tanarkachilarning bexatarligi kapolatga iqlamaydigan bu davlatlarning diplomatik boykot qarshilik bildirishi yetarli emas. Tanarkachilar bamanglar. 1936-yildagi ishni takrorlamanglar. Ayni vaqtda Gitler Germaniyasi shu Yahudi begunoh xalqlarga nisbatan shunday irqiy qirg'inchilik va irqchilik qilib berayotgan vaqtda davlatlar olimpik musobaqasiga odamlarni avatgan bu sharmanchilikni unutmanglar deydigan bir shunday bir maqolani ko'pchilikka sunibdi. Undan sirt yana 12-oyning 9-kuni 111 davlatning qatnashishida to'r orqali demokratik ellar. 200 davlat var dunyoda. Bundan 111 demokratik shartlar tushidi ekan. Bular Amerikaning boshlig'ida demokratiya yig'ini ochmoqchi. Ya'ni hozir ufqli dunyoning siyosiy vaziyatida hokim mutlaq davlatlar bilan demokratik ellarning o'tirisida surkilishib, dunyoda Xitoy bilan Amerikani boshqargan holdagi sovuq munosabatlar urushi boshlanib bo'ldi. Bu har xil shaklda ifodalanyapti. Ya'ni iqtisodiy jihatga ustunlikni talashish, harbiy jihatga ustunlikni talashish, undan keyin kengayimchilik qilish va kengayimchilikka qarshi turish, kishilik huquqini dafsanda qilish, irqiy qirg'inchilik qilish va buni to'sish, diktator hokimiyatlarningki ko'payib ketishi va ularni to'sish, ya'ni liberal demokratiyani qo'llash deganga o'xshash. Texnik jihatga talashish, hatto zimin, ya'ni yer yuzidan tortib dengizgacha, ko'kgacha, bu havo bo'shliqgacha shunday talish bo'lyapti. Undan sirt yana texnik talish bo'lyapti, ustunlikni talishadigan. Mana bularni qarab turib biz deymizki, dunyoning sog'lomlik krizisi yuz berib qolmasdan, dunyoda iqtisodiy jihatda bu shunday bir
bir ayrılış bo'layotdi cho'ng davlatlarning o'rtasida ham siyosiy jihatda shunga agishib surkilish va sovuq munosabatlar urushi cho'ng qurilishyotidi deb tushunsak, menimcha hozirgi dunyo vaziyatidagi reallikninki nisbatan obyektiv aks ettirilishi bo'ladi deb qarayman. Undan bo'lsa ko'pchilik rahmat, lekin shifrlik pul to'g'risida bu so'ragan qarindoshlarimiz batdi. Shifrlik pul bozorida aylanayotgan pul 3 trillionga yetgan, hozir sal necha yuz milliard dollar pul chiqib ketibdi. Buning sabablari to'g'risida bu qitimliq leksiyada to'xtalmay, kelar qitimliq leksiyada to'xtalib o'tay. Rahmat sizlarga.